Kursga qabul bormi? Ha, bor. Yozib qo'ying mani. Anu nevrozga yo'q kursingizga. Bo'ldi, yozib qo'yaman. Faqat qaysi potokka yozib qo'ying? Noyabrdagi potokimiz уже to'ldi. Hozirga yozasan. Narxi qanaqa? $150. $150. Qimmat 100 beraman. Yo'q, buni iloji yo'q. Mani 16 yildan buyon tibbiyot sohasida ekanligim, 9 yildan buyon vrach sifatida faoliyat olib borayotganim, psixologiya, psixoterapiya, psixiatriya bo'yicha mutaxassisliklarim, tajribam, lichnoy terapiyalarim, shuncha yillar davomida olgan bilim tajribalarimni hammasini shu kursga, mualliflik kursimga kiritganman. Bo'pti. 50 beraman. Qanaqasiga? Mani terapiya kursimdagi har bitta dasturim, har bir darsligim bitta individual psixoterapiya seansiga teng. Men bunaqa qila olmayman. Mani terapiya kursimda kurator, psixolog nazorati, mani doimiy nazoratim bo'ladi. Buni hech ham iloji yo'q. Bo'pti. Saniki ham emas, meniki ham emas. 45. Xo'p, mayli. Nevrozga yo'q terapiya kursingga qabul bormi? Qabul yopilgan, potok to'lgan. Qanaqasiga? $150 ga terapiya kursiga qabul ketyapti deganding-ku? Dvotudi emas, dvotudis. Uzr, iltimos. $150 ga terapiya kursi bor, joy bor, qabul ketyapti degandingiz-ku? $150. Bizda hozir bunaqa narx qolmadi. $500. 1 oylik psixoterapiya dasturi. Xohlasangiz qatnashing. $500 ga 1 oylik kurs? $150 degandingiz-ku? $500. Hozir to'laysiz yoki sizga psixoterapiya o'tkazib olmayman. Bo'pti, mayli. Yozib qo'ya qoling. Xo'p, joy tugab qolmasa yana.